Turmuşda ümitsizlengen vaqtda bütün işlerinizde məğlub bulup bir dünyadımız yerikken şundaq bir vaqt kelgen vaqtın özüde Davşan Xofu'nun Munu kitabını oqып bakın. Bunun Munu sözleri sizden hayatınızga bir teselli tapa alışınız, naiti bir muңluk, coşkun bir müzikidek sizin ruhiyetinizi urgutuşu, yeniden ilham tapa alışınız, yeniden bir yoruqluğunu kör alışınız. Birincisi yoqutuştan qılç ensirmem. Pulni yo'qotsangiz yeni tapqili bo'ladi. Xizmatdan ayrilib qolgan bo'lsangiz, xizmat degan yeni tapqili bo'ladi. Ma'batdan ayrilib qolsangiz, jon qizib oldim to'l narsa yo'q, yeni topa olasiz. Inson tug'ilganda bu yolg'iz tug'ilgan biz. 98%imiz yolg'iz tug'ilgan. Nurg'ullarni qo'shqazak va besh kishi bilan tug'ilganini bilan. Shunaqo. Hamda yeni ketganda bu shu yolg'iz ketimiz. Qo'shqazaklarimiz 2 tane tug'ilib ketganmiz, sen ketliydimi digil olmaydi. Biz yabi, lubey, guayular bilan shaptullikda aktlashmagan. Bir yil bir oy kunda tug'ilmasak, bir yil bir oyda o'limiz deb. Shuning uchun yolg'iz ketgan jonda, narsam yo'q qoldi, mabaldan ayrilib qoldim, do'stim bilan gaplashmasak, undaq ishlardan ansirab shuman. Ikkinchi bir yaxshi jumla, odam 3 yilda bir kasbga kira oladi. 5 yilda o'sha kasbni haqiqiy tushuna oladi. 10 yılda anonlikin bu kasbning ehtiga oylana oladi deydi. Shuning uchun siz hayotingizda oldirmay o'ylashib, astoydil muhokama qilib, atrofliq izlangandan keyin keskin qaror chiqarishingiz kerakki, uzoq muddat bardoshlik qila olishingiz kerak. Bir kasbni 10 yil qilsangiz mayliki, 1 yilda 10 kasbni qilsanmang. Çünkü çıkakta yeli anı kışı vırpıkıp, yeli makesini ögün pıkıp, undaq kısınız hiç nimeden vücuduk çıkıramaysiz. Ben de bir nurgun yaş balalarını gördüm. Mesela Canub'dan, Şimal'dan Ürümçi kelip, müşer bir çoğun terakkiyatlarga kelbişim erişe edip kiludu. Öz köyünde bula Ali mekteplerini tüttegen, ıqtarı nait büyük bir arzu bilen keldi de, lekin kelgenlikin bir yallıqның arzusu kılç maskenmeydiğallığını. En mühimi, ularning arzusu da maaş berilmeydiğallığını biladi. Şunun bilan bir şirketga kirib ishlab baqidi, bir ish ay, o'zi o'ylagandek maaş vermaydi. Yen bir şirketdan ayol 3000 ko'yga o'tmay 3,5 ko'y veradi. G'ipdir ma'noga kirdi. Yen bir ish ko'ygan bu degandek vermagan 24,000 ko'y veradi. Oyak ketdi. Do'yindaylik vaymay to'shig'chilarning voy noat jiq pul topqinlanib turib, vaymay to'shsa 10,000 ko'y topa oladigan o'xshaymiz, oymay deb o'ylab, uni qilib baqidi, buni qilib baqidi. Aning kayni bir yil o'tgandan keyin ota-onasi nima ish qildi desa, hamma ishni qilib baqdim. Lekin hech qasini qamlashtirolmadim deb oyoqlashtirgan gap. Shuning uchun mayl o'z yurtingizni taraqqiy qiling, mayl Urumchi, mayl Shanxay, Beyjinglarga taraqqiy qilishni o'ylang. Oldindan shu berishdan burun chuqur bir astoydil o'ylashing, aniq nishoningiz bo'lsin. O'zingizda nima bor, siz nima qamlashtira olasiz. Anin keyin shu yerda turayotgan bir do'stlaringiz bo'lsa, shu yerni uchun egallab, ahvol qandaq, Urumchi qandaqroq, Shanxay qandaqroq, Beyjing qandaqroq, men bo'lsa nima qilsam qandaq qildi, to'g'ri sapsatlarga bak ishinib ketmang. Haqniki yo'q, Wang Hong'ning shu davog'iga gapirgan, rost o'xshaydi deb qolmang. Yana bu nishon belgilashni bak uqmay qolgan bo'lsanglar, mana shu to'g'ri tamtirab qolmay go'nji qo'lib, burunqi filmlarini seyirsanglar, birisi Orbita qonuni, yana birisi o'zimizning talantini qandaq bayqaymiz to'g'risida mana shuni, mana shu nishon belgilash to'g'risida yaxshi bir ikki mazmun chiqargan, shuni ko'rib baqsanglar bo'ladi. O'ras Davşan Xofu'ning Mao kitobi lozimlar. Seyir qarıl kirib setib olsanglar bo'ladi va yoki men ayrim sizin qilsanglar yo'llab bersam bo'ladi. Rahmat.